Do'stlar, bugungi mehmonimiz aktrisa Zinnura. Zinnur tezkor savol javoblarimiz bor. Tayyor bo'lsang boshlaymiz. Tayyorman. Durdona Qurbonova yoki Aziza Yakubova? Durdona Qurbonova. Kamola Artikova yoki Chechenka? Kamola Artikova. Ummon yoki Benom? Ummon, конечно. Zarina Nizomdinova yoki Luiza Rasulova? Ikkalasidan ham bor narsa. Manda-yu, manda bor, ularda-yu. Luiza bo'la qolsin. Bonamur yoki Mubilolo? Bonamur, конечно. Shavkat Komilov yoki Umid Iskandarov? Shavkat Komilov ustozim. Doston Ergashev yoki Jaloliddin Ahmadaliyev? O'zini yo'qotmagan, o'zida bo'lgan Doston Ergashev. Jamila G'ofurova yoki Oydin Yusupova? Jamila G'ofurova. Oybek Nigora yoki Viyo Marakanda? Ikkalasi ham zo'r. Viyo Marakandni ham yaxshi ko'raman, lekin bolalikda eshitganim uchun Oybek Nigora. Dildora Niyozova yoki Manzura? Manzura. Bo'rilar yoki Baron? Bo'rilar. Shoira Otabekova yoki Kaniza? Kaniza opam zo'rlar, yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, lekin Shoira Otabekovani qo'shuvlarini yaxshi ko'raman. Dilfuza Ismoilova yoki Umida Mirhamidova? Man Toshkentman. Zinnurasi olov qiziman. Dilfuza Ismoilova. Hamdam yoki Shohruxxon? Shohruxxon. Bu so'nggi savol edi. Javoblar uchun rahmat, tashrif uchun rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar.